Bolgariya qadimiy tarixga ega, Yevropa va Osiyo uyg'unlashgan go'zal yurt. Bu yerda mehmonlarni samimiy kutib olishadi. Lekin har bir mamlakatning o'z madaniyati bor va unga hurmat bilan yondashish juda muhim. Birinchi narsa, bolgarlarda bosh irg'ash biznikiga teskari. Boshni yuqoridan pastga qimillatish ularda yo'q degani. Yon tomonga qimillatish esa ha degani. Adashib ketmaslik uchun oddiygina da yoki net deb gapirgan ma'qul. Odamlar bilan muomalada xushfe'llik, odob va tartibni saqlang. Bolgarlar ochiq va yordamga tayyor xalq, lekin ular shaxsiy hayotga haddan tashqari aralashishni yoqtirishmaydi. Buni hurmat bilan qabul qiling. Vaqtga munosabat ham jiddiy. Ishga kechikish yoki bergan va'dani bajarmaslik siz haqingizda yomon ta'ssurot qoldiradi. Vaqtni qadrlang. Bu yerda u juda muhim. Bo'sh vaqtda bolgarlar tabiatga chiqishni, piyoda yurishni va oila bilan vaqt o'tkazishni yaxshi ko'rishadi. Dam olish kuni odatda yakshanba. Dindorlar uchun pravoslav bayramlari alohida ahamiyat kasb etadi. Bozorda, do'konda yoki davlat idoralarida navbatga qat'iy rioya qilinadi. Navbatni buzish bu yerda oddiy odobsizlik emas, jiddiy hurmatsizlik deb qaraladi. Endi bir muhim narsa haqida. Siz boshqa yurtdasiz. Stress, uy sog'inchi, madaniy farqlar, bularning barchasi ruhiy bosim keltirishi mumkin. Bu tabiiy hol. O'zingizni ayblamang. Agar og'ir bo'lsa, ish beruvchingiz yoki vakil tashkilot orqali psixologik yordam so'rang. Xotirjamlik, o'zaro hurmat va yumshoq muomala har qanday murakkab vaziyatni hal qilishning eng yaxshi yo'li. Va nihoyat, doim yodingizda tuting. Siz Bolgariyada nafaqat ishchisiz, siz O'zbekiston vakilisiz. Sizning har bir xatti-harakatingiz mamlakatimiz sha'niga ta'sir qiladi. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.